Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hamma sog'liqmi, oilalar tinchmi? Bugungi videomiz shu aka-ukalarimizni bir dam olish uchun video qilamiz aka-ukalar. Xullas kalom videoning mavzusini tushuntirib o'taman. 4 ta jo'ja xo'roz ko'rsataman. Bu 4 ta jo'ja xo'roz bir-biriga umuman aloqasi yo'q. Buni ikkitasi o'zimniki, ikkitasi Chujuydan kelgan aka-ukalar. Buni qani muxlislarimiz ajratib bilamagan. Keyin yana bitta narsa, yanagi videoda kutib o'tirmaymiz. Videoning oxirida bu jo'jalarni aytib o'taman, qayerdan kelgan, qaysi zot, o'zimnikimi. Keyin siz buni video boshida buni taxmin qiling-da o'zingiz. Prosta topdingizmi yo'qmi? Ketdik bo'lmasin aka-ukalar. Birinchi jo'jamiz aka-ukalar. Ko'zlari, xo'pkalari, oyoqlari. Taxmin qiling, bu qaysi jo'ja? Taxmin. Aka-ukalar, bu ikkinchi jo'jamiz. Hamma jo'jalarimiz jo'ja xo'roz ekan emas. 4 ta ko'rsatadigan jo'jamiz. Ko'zlari. Aka-ukalarimiz taxmin qildingizmi? Davay, bo'lmasa yana ketdik. Buni ham pastdan ko'rsatib yuboramiz. Aka-ukalar, bu 3-chi jo'jamiz. Jo'jalarni raqamlab qo'yamiz. 1 2 3 ta. Mana ko'zlari. Aka-ukalar, bu 4-chi jo'jamiz. Ko'zlari. Akalar, ukalar, 4 ta jo'ja ko'rsatdim. Endi videoni shu yerdan to'xtatib, qayta ko'rib, yana taxmin qilib qilishingiz mumkin. Videoning oxirida buni qaysi zot ekanini aytib o'taman. Birinchi jo'jamiz aka-ukalar. Ko'zlari, xo'pkalari, oyoqlari. Bu Toshkentdan birinchi raqamli xo'rozimiz. Bu Toshkentdan kelgan. Taxminingiz to'g'ri keladimi yo'qmi? Ukamizdan. Xo'rozni zoti Shamo. Laqabi Kobra. Aka-ukalar, bu ikkinchi jo'jamiz. Hamma jo'jalarimiz jo'ja xo'roz ekan emas. 4 ta ko'rsatadigan jo'jamiz. Ko'zlari. Bu o'zimiz zotim bo'ladi. Bu gematoma. Kimga topgan bo'lsa, молодец. Samarqanddan, Kattaqo'rg'ondan Umidjon ukamizdan kelgan. Zotini so'ramaganman ham. Endi buni bizada zoti birinchi darajada emas, birinchi darajada
zarba kuchi bu xo'rozni rezultati. Umidjon, agar ko'rib turgan bo'lsangiz bir kommentariya yozib qo'yasiz zotini. Bu zotimiz. Aka ukalar, bu 4-chi jo'jamiz. Ha, ko'zlari. Akalar, ukalar, bu jo'jamiz hanjar bo'ladi. O'zlarimizning zotimiz. 4-raqam. Akalar, ukalar. Aka ukalar, syomkani ham tugallab keldim. Endi bu videoni bir dam olish videosi deganimning sababi, endi aka ukalarimiz bor, постоянно kuzatadigan. Buni men shu har kuni deyarli 2 kundan 3 kundan yoki bo'lmasa deyarli har kuni video ishlab turibman-da. Bu jo'jalar haqida ko'p marta ko'rsatilib, ma'lumotlar berilganda, mana u deb ko'rsatilganda, endi kuzatadigan aka ukalarimiz uchun bu o'zini bir kuzatuvchanlik nimasini bir sinab ko'rish uchun-da. Prosta bir dam olish videosi bo'ldi degan umiddamiz. Aka ukalar, sog' salomat bo'lasizlar. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonat sizlar.